Irina Turaliyeva. Moliyaviy intellekt. Savollar va javoblar. Nega daromadim ko'payayotgan bo'lsa ham kapitalim o'smayapti? Daromad va kapital bu turli indikatorlar. Agar daromad iste'molga ketayotgan bo'lsa, u aktivga aylanmaydi. Kapital bu jamlangan va investitsiyaga yo'naltirilgan resurs. Moliyaviy xavfsizlik va erkinlik o'rtasida farq nimada? Xavfsizlik bu zarur ehtiyojlarni qoplash. Erkinlik bu faol daromadga qaram bo'lmaslik. Erkinlik uchun passiv daromad tizimi zarur. Qanday qilib pul oqimini boshqarish ko'rsatkichlarini aniqlayman? Asosiy indikator net cash flow. Oylik daromad va xarajatlar balansini har doim nazoratda saqlang. Musbat oqim moliyaviy sog'liqning birinchi belgisi. Riskni qanday baholash va minimallashtirish kerak? Risk bu kutilgan natijaga erisha olmaslik ehtimoli. Risklarni diversifikatsiya va kapital rezervlari orqali boshqarish mumkin. Har qaror oldidan xavfni va potensial foydani raqam bilan hisoblang. Nega ko'pchilik sarmoya qilishda muvaffaqiyatsizlikka uchraydi? Bilimsizlik va emotsional qarorlar sababli. Moliyaviy intellekt bu bozordagi o'zgarishlarga ongli moslashish va fundamental tahlil asosida qaror qabul qilishdir. Asset va likvidlik o'rtasidagi balans qanday saqlanadi? Assetlar bu uzoq muddatli boyliklar. Likvidlik bu qisqa muddatli ehtiyojni qoplash imkoniyati. Moliyaviy intellekt aktivlarining likvid qismini 10-20% har doim zaxirada saqlashni talab qiladi. Moliyaviy mustaqillikka olib boruvchi asosiy ko'rsatkich qaysi? Passiv daromadning hayotiy xarajatlarni to'liq qoplay olishi. Agar passiv oqim xarajatlarni 100% qoplasa, bu moliyaviy mustaqillik. Pul oqimlarini avtomatlashtirish nega muhim? Avtomatlashtirilgan tizim inson xatolari va emotsional to'siqlarni kamaytiradi. Har oy sarmoya va zaxira jamg'armasi avtomatik tarzda boshqarilishi kerak. Moliyaviy intellektni qanday o'lchayman? Moliyaviy intellekt bu ko'rsatkich emas, tizimli qarorlar ketma-ketligi. Har oy aktivlar, passivlar, oqim va diversifikatsiya tahlilini yuriting. Natija moliyaviy qarorlarning sifatida aks etadi.